Ishlaringda faqat olimlar bilan maslahatlash. Olim johilni biladi, chunki u avval johil edi. Johil olimni tanimaydi, chunki u olim bo'lmadi. Koshki edi demaydigan ishlar qil. Boshqa nima qilsang qil. Eshitsam unutaman, ko'rsam eslab qolaman, bajarsam anglab yetaman. Odamzod to'rt xil bo'ladi. Birinchisi biladi va bilishini ham biladi. U olimdir, unga ergashing. Ikkinchisi biladi, lekin bilishini bilmaydi. U g'ofildir, uni uyg'oting. Uchinchisi bilmaydi, bilmasligini esa biladi. U to'g'ri yo'lni izlagan odam, unga yo'lni ko'rsating. To'rtinchisi bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. U shaytondir, undan uzoqroq yuring. Ota, o'g'il qizining o'qishiga pul jo'natib turar ekan, o'g'liga ozroq, qiziga esa ko'proq jo'natardi. Nima uchun ikkisiga bir xil jo'natmaysan deb malomat qilgan odamlarga u shunday derdi. Yigit kishini to'qchilik, qiz bolani yo'qchilik buzadi. Ey ko'ngil, qara, boq, har bir tushgan yaproqqa. U ham avval ko'kdan, boqarda tuproqqa. Zamona buzilishiga sabab bo'luvchi 3 narsa borki, ularning birinchisi olimning toyilishidir. Garchi senda gunohlar ko'p bo'lsa-da, toat ahlini lozim tut. Ilm shunday narsaki, unga o'zingni butunlay topshirmaguningcha hech narsa bermaydi. O'zim haqimda bilmasligim lahza sayin oshib bormoqda. Odob nasl nasabdan, amal mol davlatdan, ilm dunyo ahlidan ustundir. Moling bilan maqtanma. Aytganiga amal qilmagan olim ignaga o'xshaydi. Igna hammani kiyintirib, o'zi yalang'och qoladi. Hammaning fikri bir xil bo'lgan joyda fikrlash bo'lmaydi. Bir ilmda gapirib, boshqa bir ilmda sukut qilishdan ko'ra shaytonga og'irroq narsa yo'qdir. Bir durust tadbir 100 ming otliq ishini qilur. Qorong'ulikni la'natlagandan ko'ra bitta shamni yoqish osonroq.